Hallo Leute, assalomu alaykum do'stlar. Nemis tilidan darslarimizni davom ettiramiz. Iste'mol qilmoq, yemoq fe'li bor edi do'stlar. Nemis tilida essen iste'mol qilmoq. Men buni tez-tez iste'mol qilaman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Men buni tez-tez iste'mol qilaman. Ich esse es oft. Tez-tez, oft. Ich esse es oft. Ich esse es oft. Biz birga ovqatlanyapmiz demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Biz birga ovqatlanyapmiz. Wir essen zusammen. Wir essen zusammen. Wir essen zusammen. O'g'il bolaga nisbatan u bu ovqatni iste'mol qilyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U bu ovqatni iste'mol qilyapti. Isst dieses Essen. Isst dieses Essen. Isst dieses Essen. Daromad topmoq, ishlab topmoq, erishmoq fe'li bor edi do'stlar. Nemis tilida qanday bo'ladi? Daromad topmoq. Verdienen. O'g'il bolaga nisbatan u ko'proq daromad topyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Verdient verdient viel mehr. Verdient viel mehr. Verdient viel mehr. Qiz bolaga nisbatan u ozroq daromad topyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie verdient viel juda ozroq. Sie verdient viel weniger. Sie verdient viel weniger. Sie verdient viel weniger. Yashamoq, istiqomat qilmoq fe'li bor edi do'stlar. Wohnen. U bu joyda istiqomat qilyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? O'g'il bolaga nisbatan u bu joyda istiqomat qilyapti. Wohnt an diesem Ort. Wohnt an diesem Ort. Wohnt an diesem Ort. Uchmoq fe'li bor edi do'stlar. Fliegen uchmoq. Men Rossiyaga uchyapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ich fliege nach Russland.
Ich fliege nach Russland. Ich fliege nach Russland. İçmoq fe'li bor edi do'stlar. Trinken. Trinken. İçmoq, trinken, içmoq. O'g'il bolaga nisbatan u suv ichyapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? U suv ichyapti. Trinkt. Trinkt Wasser. Trinkt Wasser. Trinkt Wasser. Men suv ichyapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Men suv ichyapman. Ich trinke. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. Do'stlar, kelmoq fe'li bor edi do'stlar nemislarda. Kommen. Kommen, kelmoq. O'g'il bolaga nisbatan u qayerdan kelyapti demoqchi bo'lsak, nemislarda qanday bo'ladi do'stlar? U qayerdan kelyapti? Woher? Woher kommt? Woher kommt er? Woher kommt er? Qiz bolaga nisbatan do'stlar, u qayerdan kelyapti demoqchi bo'lsak, nemislarda qanday bo'ladi? Woher kommt sie? Woher kommt sie? Woher kommt sie? Woher kommt er? U qayerdan kelyapti? O'g'il bolaga nisbatan. Woher kommt sie? Qiz bolaga nisbatan u qayerdan kelyapti? Do'stlar, woher kommt er deganimizni yana bir tarjimasi bor. U qayerdan kelyapti yoki u qayerlik deb ham tarjima qilinadi. Do'stlar, savol u qayerlik. Masalan, qayerlik, siz Germaniyaga boradigan bo'lsangiz, ikkita kishi siz haqingizda gaplashayotgan bo'lsa, o'g'il bola bo'lsangiz, woher kommt er desa, er kommt aus Uzbekistan deb javob beriladi. Do'stlar, u O'zbekistonlik, ya'ni O'zbekistondan kelgan, kelyapti deb tarjima qilinadi do'stlar. İzlamoq fe'li bor edi do'stlar, nemislar izlamoq. Suchen. 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 Men bu joyni izlayapman demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi do'stlar? Men bu joyni izlayapman. Ich suche. Ich suche diesen Ort. Ich suche diesen Ort. Ich suche diesen Ort. Biz bu joyni izlayapmiz demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Wir suchen diesen Ort. Wir suchen diesen Ort. Wir suchen diesen Ort. Biz bu joyni izlayapmiz. Do'stlar, kuylamoq fe'li bor edi. Singen. 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 Kuylamoq. Sen juda yaxshi kuylayapsan demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? Du singst. Du singst. Du singst sehr gut. Du singst sehr gut. Du singst sehr gut. Sen juda yaxshi kuylayapsan. Qiz bolaga nisbatan u professionallarcha kuylayapti demoqchi bo'lsak, nemislar qanday bo'ladi? U professionallardek, professionallarcha kuylayapti. Sie singt
professionell, Sie sind professionell, Sie sind professionell. Raqsga tushmoq fe'li bor edi do'stlar. Tanzen, 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 tanzen. Raqsga tushmoq. Qiz bolaga nisbatan u juda yaxshi raqsga tushyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie tanzt, sie tanzt so gut. Sie tanzt so gut. Sie tanzt so gut. Qiz bolaga nisbatan u professionallardek raqsga tushyapti, u professionallarcha raqsga tushyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie tanzt professionell. Sie tanzt professionell. Sie tanzt professionell. So'ramoq fe'li bor edi do'stlar. Fragen. Fragen, so'ramoq, fragen, fragen, so'ramoq. Ular mendan so'rashyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Ular mendan so'rashyapti. Ular meni yoki mendan so'rashyapti demoqchi bo'lsak, Sie fragen, Sie fragen mich. Ular mendan so'rashyapti. Sie fragen mich. Men sendan so'rayapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Ich frage dich. Ich frage dich. Ich frage dich. Men sendan so'rayapman. Ich frage dich. Do'stlar, ketmoq, bormoq fe'lining yana bir shakli bor edi. Ya'ni avtomobilda ketmoq, avtomobil haydamoq yoki shu fe'llar, shu so'zlarimizda qaysi fe'l ishlatiladi? Piyoda bormoq bo'lsa, biror joyga piyoda bormoq bo'lsa, gehen edi do'stlar. Buni o'tdik o'tgan darsimizda. Endi avtomobilda bormoq demoqchi bo'lsak, nemis tilida bormoq fe'li qanday bo'ladi? Fahren, fahren, fahren. Buni bilasiz do'stlar, buni o'tgandik. Fahren. Ular Angliyaga ketishyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ular Angliyaga ketishyapti. Albatta Angliyaga piyoda ketishmaydi. Shuning uchun ular Angliyaga ketishyapti degan gapimizda fahren fe'lini ishlatamiz. Sie fahren, Sie fahren nach England. Sie fahren nach England. Sie fahren nach England. Eshitmoq fe'li bor edi do'stlar. Nemis tilida hören, 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 eshitmoq. O'g'il bolaga nisbatan u bu musiqani eshityapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Hört, hört diese Musik. Musik. Hört diese Musik. Hört diese Musik.
qiz bolaga nisbatan u musiqa eshityapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? U musiqa eshityapti. Sie hört Musik. Sie hört Musik. Sie hört Musik. Yashamoq fe'li bor edi do'stlar. Yashamoq. Leben yashamoq. Qiz bolaga nisbatan u bu mamlakatda yashayapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Sie lebt in diesem Land. Sie lebt in diesem Land. Sie lebt in diesem Land. Sotib olmoq, xarid qilmoq fe'li bor edi do'stlar. Kaufen. Men buni tez xarid qilaman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Ich kaufe es oft. Ich kaufe es oft. Ich kaufe es oft. Men bu taomni xarid qilyapman demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi? Men bu taomni xarid qilyapman. Ich kaufe dieses Essen. Ich kaufe dieses Essen. Ich kaufe dieses Essen. Suzmoq fe'li bor edi do'stlar. Nemis tilida suzmoq schwimmen. Suzmoq, schwimmen, suzmoq. O'g'il bolaga nisbatan u juda yaxshi suzyapti. U shunday yaxshi suzyapti demoqchi bo'lsak, nemis tilida qanday bo'ladi do'stlar? Schwimmt so gut. Schwimmt so gut. U juda yaxshi suzyapti. Do'stlar, shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Agar darslarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Nemis tilini o'rganayotgan yaqinlaringiz bo'lsa, video darsliklarimizni jo'natib qo'ying. Izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirishingiz mumkin do'stlar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling. Bis bald.